Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib Instagramda obunachi, like va ko'rishlarni ko'paytirish haqida gaplashib o'tamiz. Hop, video mavzusida previewsda Instagram aktiv ko'tarish degan mavzuni qo'yganmiz, lekin asosan nakrutka haqida gaplashamiz. Chunki to'g'ridan to'g'ri yozadigan bo'lsak, YouTube qandaydir cheklovlar qo'yapti va bloklab qo'yapti. Shuning uchun bu videomiz mavzusini sal boshqacharoq qilib qo'ydik. Bepul va qanchadir pulga ham ko'tarishimiz mumkin. Buni ilova yordamida ko'rib chiqamiz. Bizga mana shu ilova kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu Social Poster degan ilova kerak bo'ladi. Play Marketda bor. Kommentariyada Telegram kanalimga va video opisaniyasiga joylab qo'yaman mana shu ilova havolasini. Mana kirasiz. Hop, hozir men chiqib ketib ko'rsataman qanday kirishni. Kiradiganlar uchun-da ko'pchilik hozir bunaqa ilovalardan foydalanmayapti menimcha, lekin ishonchli ilova. Kirganingizda ro'yxatdan o'tasiz, ya'ni Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tasiz. Google akkauntingizni kiritib, ro'yxatga o'tish bosib kiritib, o'tganingizdan keyin shu bo'limlarga olib ketadi. Mana hop, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bepulga 100 ta ko'rish jo'natishimiz mumkin. Mana bu qanday bo'ladi? Mana shu reklama ko'rishimiz kerak. Ya'ni asosan bilasizlar, ilovalar ko'p narsalar hozir reklama ustiga qurilgan. Ustiga bosamiz. Endi bu yerga linkni bosishimiz kerak bo'ladi. Aynan mana shu videoni oldik. Ko'rishlar sonini ko'ryapsiz. Va yana reklama ko'ramiz. O'tkazib boramiz. Hop, mana shu holat chiqdi. Endi ozgina kutib turamiz. Mana bu yerda bizni buyurtmalarimiz mana qo'shildi. Endi birozdan so'ng natijani ko'rsatib o'taman va bungacha men ilova haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, bu yerda TikTok bo'limi bor, Facebook, YouTube va hamma bo'limlar bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana bir kunda bir martadan mana bu yuqoridagi sovg'a orqali mana token olishingiz mumkin. Mana shu chaqmoqli rasmi borlar bizga valyuta hisoblanadi, ya'ni ilovani valyutasi. Shuni har kuni olamiz va bularda mana bu yerda 10 taga like bosish, followers, ya'ni obunachi ko'paytirish, reels ko'rish, 3 taga, 15 taga postga ulashish, shu kabi nimalar bor. Bundan tashqari story ko'rishlar yoki mana bu yerda kommentlar va 75 ta uchun jonli efir ko'rishlar bor. TikTokda ham hammasida mana shu holat. Endi bu token bo'limiga o'tamiz va bu yerda agar tokenimiz yo'q bo'lsa, mana arzon narxlarda token sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bu yerda mana bu bizni buyurtmamiz. Ko'rishimiz mumkin. Bajarilmoqda deyapti. Hozir birgalikda kirib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, o'zgarishdi. 352 ta ko'rilgan, ya'ni 100 marta 100 ta ko'rish qo'shildi. Qo'shilmoqda, hali progress tugagani yo'q. Hop, mana bajarilib bo'lgani yo'q. Mana endi bu yerdan yana redeem kod yordamida yoki referralni kodini mana bu yerga kiritsangiz hozir hop, mana bu yerdagi mana shu kodni nusxalab Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana shuni kiritsangiz sizga bonus beradi. Tushunyapsizlar? Bekorga buni kiriting deb qo'ygani yo'q. Sizlarga bonus beradi. Ya'ni mana shu o'zini valyutasini beradi, ya'ni token beradi. Endi akkaunt bo'limida biz qancha referral tarqatganimiz va qancha token ishlaganimizni ko'rsatib turadi va buni bu yerdan bu tokenlar pulga aylantirib chiqarib bo'lmaydi, aytib qo'yay. Faqat mana shu zaifga vazifa berish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari yana token ishlash uchun mana bu yerda earn token deb qo'ygan. Mana shuni ustiga bosamiz va bizga reklama ko'rsatib beradi. Mana shu reklamani ko'ramiz. Xullas, reklama ko'rganimiz uchun beradi ba'zida, ba'zilari ilovani o'rnatish uchun beradi. Hop, mana
shu holatda 6 daqiqa kut deyapti, men kutmayman. Mana shu joyda, xuddi shu joyda ilovani o'rnat degan narsa chiqadi. Agar o'rnatsangiz sizlarga token beradi. Va ba'zilar reklama ko'rganingiz uchun ham token beradi. Xullas, mana shu holat, mana shu ilovadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Instagramni aktivini ko'tarish uchun, bunaqa soxta nakrutkalardan foydalanmasdan ko'tarish uchun asosan hech kim qilmagan kontentni sifatli tarzda qilishingiz kerak. Haligi azoblash xizmatiga o'xshatib, azoblab, haligi nima deydi hozir shunaqa ko'payib ketdi-yu, bunaqa qilmasdan sifatli video olishingiz kerak, keyin montajni yaxshi qilishingiz kerak, videongiz iloji boricha tiniq bo'lishi kerak va umuman blogerlar qilmagan mavzuda yaratishingiz kerak bo'ladi. Shundagina tomoshabinni qiziqtira olsangiz, keyin aktivingiz ko'tariladi. Bundan tashqari, trenddagi musiqalar videolarda, trenddagi o'sha videolar, asosiy hozirgi dolzarb mavzular haqida videolar olsangiz, ko'tarilib boraveradi. Instagram uchun o'z biznesingizni yuritish uchun mana bunaqa ilovalardan yoki shunaqa nakrutkalardan foydalansangiz, oz-ozdan foydalansangiz, me'yorda foydalansangiz zarar qilmaydi. Bu ilova yoki yana bir ikkita videolarda ko'rsatib o'tamiz. O'sha ilovalarda asosan insonlar ko'rish uchun zaifga beriladi va mana shu siz videongizni ko'rishadi. Mana shu uchun Instagram blok bermaydi. Bu haqda yana boshqa ilovalar haqida ham video qilamiz. Ya'ni ko'p hollarda real insonlar tomosha qiladi. Demak, videomiz shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Kimga obunachi ko'paytirish, Telegram, Instagram, YouTube obunachi ko'paytirish, o'zbek obunachi ko'paytirish xizmatlari kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tinglar yoki bizga murojaat qilinglar. Albatta qo'shib beramiz. Barcha ma'lumotlarni, yangiliklarni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Opisaniyada Telegram kanal hovlasi bor, o'tib obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.